Assalomu alaykum azizlar, boshlangan kun barchaga xayrli bo'lsin. O'zbekiston 24 telekanalida O'zbekiston vaqti bilan dasturini boshlaymiz va bugun 10-dekabr haftaning chorshanba kuni boshlovchilaringiz men Suhrob Xayriyev hamda hamkasbim Nigora Saidzoda. Assalomu alaykum barchaga, kuningiz xayrli bo'lsin. Bugun ham eng dolzarb mavzular va yaxshi xabarlarni 1 soat mobaynida sizlarga yetkazishga harakat qilamiz. Nigora, hech kimga sir emaski, bugun yurtimizda yoshlarga juda katta e'tibor qaratilyapti, juda katta imkoniyatlar berilyapti. Buni samarasini turli sohalarda ko'rishimiz mumkin. Ayniqsa, ta'lim tizimi ham jadal sur'atlar bilan rivojlanib bormoqda. Universitetlarda yoshlarga qulay va zamonaviy sharoitlar yaratib berilmoqda va xalqaro dasturlar orqali tajriba orttirish imkoniyati ham berilyapti. To'g'ri aytasiz. Ayniqsa texnologiya, muhandislik va boshqa sohalarda qizlar ham anchagina faol. Ular o'z bilimlari va g'oyalari bilan jamiyat taraqqiyotiga o'z hissasini qo'shishmoqda. Va shuni ham alohida ta'kidlab o'tishimiz kerakki, bugungi sharoitlar shuni ko'rsatadiki, o'zbekistonlik yoshlar dunyo bilan raqobatlashishga tayyor. Buning isbotini xorazmlik yoshlar misolida ham ko'rishimiz mumkin. Ular yaratayotgan innovatsion loyihalar, ta'limga berilayotgan e'tibor o'z samarasini ko'rsatayotganining yaqqol dalilidir. To'g'ri aytasiz. Ilk lavhamizda hozir birgalikda shu haqda tomosha qilamiz. Marhamat. Bugungi kunda ta'lim sohasida olib borilayotgan islohotlarning markazida talabalarga qulay sharoitlar yaratish va ularni qo'llab-quvvatlash turibdi. Aynan mana shu sharoitlardan foydalangan holda yoshlarimiz ham faol bo'lishmoqda va startap g'oyalarini amaliyotga joriy etayotganliklarini kuzatishimiz mumkin. E'tiborli tomoni, mana shu loyihalar bizning kelajagimizda o'zining ijobiy natijasini ko'rsatishi shubhasiz. Oliy ta'lim fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Yoshlar akademiyasi g'oyalar generatori platformasi lideriman. Hozirgi kunda Yoshlar akademiyasi tomonidan bir qancha tanlov tadbirlar keng joriy qilingan. Aynan startap tanlovlari, startap tadbirlari davomida ko'pchilik talabalarni ishtiyoqi juda ham baland bo'lmoqda. Aynan shu tadbirlar, tanlovlar natijasida biz bir necha loyihalarni ishlab chiqdik. Shu kun davomida mana tibbiyot bo'yicha 3-4 loyihalarimiz amaliyotga joriy qilinmoqda. Bundan tashqari IT texnologiyalari bo'yicha biz quyosh energiyasini tejash maqsadida quyosh energiyasi tomonidan olinayotgan energiyani AI yordamida, ya'ni sun'iy intellekt yordamida tahlil qilgan holatda barcha xonadonlarda quyosh panellarimiz qancha elektr quvvat ishlab chiqarib bera oladi va bundan keyingi sarf xarajatini to'liq hisob-kitob qiladigan dastur va amaliy ishlanmalarni ishlab kelmoqdamiz. Xorazm viloyatida test jarayonida ketmoqda. Bir hafta davomida ob-havo qanaqa bo'ldi, quyosh tomonidan keladigan energiya qanaqa bo'ldi, ushbu ma'lumotlarni yig'ib boradi. 1 yil davomida yig'gandan keyin keyingi yil davrida qanaqa natija kutilmoqda degan savolga AI yordamida taxminiy 90% aniqlikda bizga javob bera oladi. Bundan tashqari, Urganch shahar hokimligi tomonidan joriy qilingan aqlli shahar dasturi ham o'z faoliyatini olib bormoqda. Urganch shahridagi avtobus bekatlariga smart monitorlarni o'rnatdik va bu avtobuslarning kelish vaqtini bizga to'liq real time vaqtida ko'rsatib beradi. Keyin qish mavsumi uchun Xorazm viloyatidagi maktablarda har bitta maktabning haroratini o'lchovchi, har bitta xona haroratini nazorat qilib oluvchi datchiklar o'rnatildi va bu datchiklar bizga har bitta xonaning namligi va uning darajasi haqida har 10 daqiqadan bizga xabardor qilib boradi. Eng muhim jihatlardan biri talabalarning xalqaro tajribaga ega bo'lishlari uchun yaratilayotgan shart-sharoitlardir. Turli almashinuv dasturlari, xorijiy amaliyotlar, onlayn kurslar va qo'shma ta'lim yo'nalishlari yoshlarga keng imkoniyatlar eshigini ochib bermoqda. Talabalik davrimni mazmunli tashkil qilish maqsadida aynan bir qancha grantlarda ishtirok qilib turaman. Bunga misol sifatida Hindistonning VIT universitetida bo'lib o'tgan Techno VIT haftaligida ishtirok qilganman. Bundan tashqari Abu Dhabi universitetining ISAP 2024 birinchi xalqaro dasturi ishtirokchisiman. Yaqinda bo'lib o'tgan Expo 2025 Butunjahon ko'rgazmasida Yaponiyaning Osaka shahrida ishtirok qilib keldim va bu yordamida biz ko'plab
ushbu mamlakatlarning pavilyonlarida ishtirok qildik. Ularning kelajak texnologiyalari bilan tanishgan holatda o'zlarimizga ham yangi bilimlarni oldik. Bugungi kunda talabalar uchun yaratilayotgan sharoitlar nafaqat ularning ta'lim sifati, balki o'z-o'zini rivojlantirish, kelajakda muvaffaqiyatli va raqobatbardosh mutaxassis bo'lish uchun mustahkam zamin yaratib beryapti. Aynan Nafisa tomonidan ishlab chiqilgan tizim boshqa pedagoglarga samarali dars mashg'ulotlarini olib borish imkonini berishiga ishonamiz. Albatta, yo'nalishim ITga bog'liq bo'lgani uchun men o'zimni startaplar sohasida ham sinab ko'rdim. Mening ilk startap tanlovim bu Startup Lesson 1 bo'lgan. Bu tanlovda yutuqqa erishmagan bo'lsam ham, keyinchalik men uchun bu motivatsiya bo'la oldi. Texnologiya haftaligida va Innovik 2030 haftaligi doirasida o'tkazilgan startap tanlovlarda faxrli 1-2 o'rinlarni qo'lga kiritganman. Shu bilan birgalikda biz guruhimiz bilan birgalikda Tweet Bright Future Week haftaligida Unicorn startap loyihalar tanlovida 3-o'rinni va 30 million so'm pul mukofoti sovrinini qo'lga kiritganmiz va hozirgi kunda Yoshlar akademiyasi lideri sifatida o'z faoliyatimni olib bormoqdaman. Men o'zimning Mudarris nomli loyiham ustida ish olib bormoqdaman. Mudarris loyihasi bu o'qituvchilarga, ya'ni maktab o'qituvchilari uchun metodik qo'llanmalarni va interaktiv o'yinlarni tashkil qiluvchi platforma hisoblanadi. Biz hozirgi kunda talabalarni, o'quvchilarni darslarga qiziqtirish biroz mushkul bo'lmoqda ko'pchilik o'qituvchilar uchun. Aynan shu muammolarga yechim bergan holatda har bir o'quvchi yoki har bir talabaning yoshidan kelib chiqqan holatda o'qituvchiga maslahatlar beradi va o'yinlarni taklif qiladi. Bu kabi loyihalarni albatta o'rganib chiqdim, alternativlarini va shu davomida bildimki, bu kabi platformalar, bu kabi dasturlar barchasi ingliz tilida va bu o'zbek segmenti uchun biroz qiyinlik qilishi mumkin. Shuning uchun aynan o'zimizning milliy loyiha sifatida ishlab chiqishni taklif qilmoqdaman va bu ustida hozircha ish olib bormoqdamiz. Faqatgina front-end va back-end qismlari tayyor. Buni hali endi amaliyotga joriy qilamiz. Muhandislik sohasida o'z o'rnini topayotgan faol talaba qizlar zamonaviy jamiyat taraqqiyotining ajralmas bir qismiga aylanib bormoqda. Ular yangi g'oyalarga boy, mehnatsevar va o'z salohiyatiga ishongan holda texnologiya va innovatsiyalar olamiga qadam qo'yayotganliklari quvonarli. Yoshlar akademiyasi tomonidan o'tkazilayotgan ilmiy maqolalar, startaplar va g'oyalar tanlovlarida qatnashmoqdaman. Shu jumladan Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi tomonidan o'tkazilgan muhandislik missiyasida ishtirok etdim. 2000 ta yosh muhandislar 20 daqiqa vaqt mobaynida robotlarni yig'dik va Guinness rekordini O'zbekiston nomidan yangiladik. Hozirgi kunda muhandislarga ko'plab e'tibor berilmoqda. Shu jumladan IT yo'nalishida o'qiydigan talabalar ham o'z startaplari bilan turli tanlovlarda qatnashmoqdalar. Xususan men ham sun'iy intellekt bo'yicha o'tkaziladigan tanlovda o'z loyiham bilan qatnashmoqdaman. Bu loyihaning afzallik tomonlari shundaki, biz darsga kela olmagan vaqtimizda mavzuni o'zlashtira olmaymiz. O'sha darslarni avtomatik yozib olish, dars vaqtida avtomatik yozib olish va platformaga joylashdan iborat. Ya'ni biz darsni boshqa platformalardan qidirmaymiz. Aynan o'sha maxsus yaratilgan platformadan foydalanamiz. Bu bizni vaqtimizni tejashni ancha samarali usul hisoblanadi. Muhandislik sohasidagi bu kabi natijalar shundan dalolat bermoqdaki, innovatsiyalar, ilm va texnologiyalardagi yuqori ko'rsatkichlarga faqat o'g'il bolalar tomonidan emas, balki mana shunday faol va tashabbuskor qizlar ishtirokida ham erishilmoqda. Eng muhimi qiziqish, mehnat va o'z-o'ziga ishonch bo'lsa kifoya.